Ko'pchilik o'ylaydiki 585 probali tillarni olsam men yutqazaman va u yaxshi probali tilla emas deydi. Lekin aslida bunaqa emas. 585 probali tilla 100% dan 58.5% sof tilladan iborat bo'lib, qolgan 41.5% 3 xil metalldan bo'ladi, ya'ni mis, cerebro, platinumdan. 585 probali tilla eng zo'r tilla bo'lib, u tez egilmaydigan, tez sinmaydigan va tez usti mat bo'lib qolmaydigan tillalar hisobiga kiradi. Bunaqa probadagi tillamiz sotishda ham va olishda ham hammaning kissasiga ham bir xil to'g'ri keladi. 585 dan yuqori probali tillalar 750, 916, 875 va shunga o'xshash probalarimiz albatta 585 ga nisbatan qimmatroq va unaqa probali tillalarni siz har kunga taqa olmaysiz. Chunki ular yumshoq bo'lishadi. O'shaning uchun bizlar sizga har doim 585 ni tavsiya etamiz. Bu tillarni olgan odam hech qachon yutqizmaydi va hamma vaqt foydada chiqadi.